O'zi shok lideri nima, u nimaga kerak? Masalan, karp qarmoqqa ikkili ip qo'ysak, unga to'rtli yoki 5li ipdan shok lider qo'yish shart. Chunki tosh otganingizdagi, baliq tushgandagi birinchi kuch ingichka ipga tushsa, uzilib ketishi mumkin. O'sha birinchi kuchni ushlash uchun mana bunaqa qalin ipdan shok lider qo'yiladi. Buni qanaqa boylasa to'g'ri bo'ladi? Hech qachon buni oddiy uzun qilib boylab qo'ymay, bu baliq tushganda yechilib ketishi ehtimoli bor. Hozir 2-3 xil variantidan eng osonini ko'rsataman. Bu asosiy ipimiz. Bu ipimizni mana mashq holatda ushlab olib, uni orasidan shok lider qilib boylamoqchi bo'lgan ipimizni o'tkazib, 7-8 marta aylantirib olinadi. Sakkiz marta aylantirib olganingizdan keyin mana shu ipimizni mana bu tomonini orqasidan mana bu joyidan qaytib o'tkazib, kiyog'idan tortib olinadi. Mana shu tortayotganingizda ehtiyot bo'ling, uzilish chiroyli chiqishiga shu to'g'ri tortishingiz sabab bo'ladi. Nimani mana shu uzilda boylasangiz, bu uncha-munchaga yechilib ham ketmaydi. Keyin qarmoqda ishlayotganda ko'lsaning ichidan chiqib ketishi ham yaxshi bo'ladi. Yig'ib olayotganingizda ham xalaqit bermaydigan bo'ladi. Bunaqa shok liderlarni pavodochniy shnuridan yoki oddiy pletyonkadan yasasangiz ham bo'ladi. Shunga o'xshagan qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin.